can ask the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds. Hurmatli obunachilar, biz o'rnatib, tugatib bo'ldik, xudo xohlasa. Bekorga aytishmaydi, erta turganga Xudoning baraka beradi. Erta tongda kelgandik. Xudo xohlasa. Soatimiz hozir 10:10 bo'ldi. Roppa rosa 10:10 da videoga olyapmiz ekan. Alloh nasib qilib tugatib oldik. Shuncha mehnatga, shuncha xizmatga bitta like qizartirib keting aka, iltimos. Xo'sh, bu klientimizningga общий hisobda 9 ta rom, 3 ta eshik, bitta vitrajni olib kelib berganmiz. Romlari Red Pen Plus Antrazit Alux G306 svetida. Aynalari 2 qavat oq qora grey bo'lgan. Har bitta romiga bittadan ochilish, sulushni mexanizm, padagonnik, polniy full komplekatsiyada bitkizib berganmiz. Общий summasiga keladigan bo'lsak, общий summasi 24 million so'mga tushdi akamizga. Olib kelib o'rnatilishi, garantiyasi, kafolatlari mana shu narxning ichida bo'ldi. Hozir men sizlarga eshigini bitta ko'rsatib beraman. Eshigimiz alyumin Aldox 1 Red Pen Antrazit G306 svetida. Ochiladigan qanotlari balkon qanot. Ko'rishingiz mumkin. O'rtada 1.30 lik qanotli eshik joylashtirib berganmiz. Eshiklarimiz 4 tadan petli, oddiy ruchka zamok, polniy full holatda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Aynalari oqqa kerak, oqqa qora kerak. Shatlangi gold svetda 1.8 lik. Ko'rib turibsizlar, juda ham chotga chiqdi.